Gap yo'q. Assalomu alaykum hammaga, hurmatli obunachilar, yaqinlar. Bugun sizlar bilan har doimgidek mana Oybek ustam bilan assalomu alaykum. Oybek aka qalaysiz? Charchamayapsizmi? Hurmatli akalar, qaranglar mana Oybek akam bilan rosa darvozalarni qo'yyapmiz. Xalq uchun aksiyani har doimgidek davom etyapmiz. 550 ming so'mdan eng arzon do'stlar metr kvadrati darvozamiz narxi 550 ming so'm yog'i ketaveradi. Qavatiga qarab, shumkasiga qarab narx-navo do'stlar tepaga qarab ketaveradi. O'tgan safar bir chiroyli video qilganda, bugun sizlar uchun do'stlar yana bir narx-navoda arzon qilib beryapmiz xalq uchun. Birinchi qo'l bo'lsin, ustani o'zidan bo'lsin, sexiga borib ish qilayotgan joydan ko'rib olaman yoki ishonchli joydan olaman ali yuzdiganlarga marhamat mana do'stlar, Oybek akamiz. Oybek aka nima gaplar? Assalomu alaykum, Eliyoz obunachilari. Xudo xolasa bugun manfaatli video qilamiz. Kuzatib tursangiz videoni oxirigacha chiroyli darvozalarni chiroyli narxda obzor qilib beramiz. Endi xudo xolasa obzor boshladi u ham. Gap yo'q. Akalar, o'zim kamera ortiga o'taman. Akamning telefon raqamlari pastda, Telegram'i ham bor, WhatsApp'i ham bor. Aloqa chiqaverasizlar. 12 ta viloyat bo'ladi do'stlar. Vodiy, Voha, Toshkent hamma yoqda do'stlar dastavka ustanovkasi bor. To'g'rimi usta? O'zbekiston, Qirg'iziston hamda Qozog'iston. Qo'shni davlatlarga ham bor. Kelishaymiz xudo xolasa aloqa chiqsa bo'laveradi. Qirg'iziston, Qozog'istonlarga ham hozirda chiqazib turamiz. Do'stlar, kamera ortiga ko'zim o'tyapman. Eng arzoni 550 ming so'mdan qo'yib beryapmiz narx-navosini. Hozir mana shu yerda tayyorlardan ko'rsatamiz. Boshiga, usta. Bo'ldi, bo'lmasa boshladi. Shunisidan boshlaymiz. Bunimiz hozirda yangilik bo'ladi. Hop, buni iPhone Foson deyilardi. Biz yangilik qilib, Dubai bilan kollaboratsiya qilib, ikkalasini birlashtirib yangilik qilganmiz. Bu bozor ishimiz bo'ladi. Ko'rish ham mumkin. Tegi shvellarda ikki yoni hop profilda bo'ladi. Profil ham mustahkamdan, yaxshisidan. Hop, oltiga to'g'ri profillar hamda 1-2 lista bo'ladi bunisi. Bemalol aloqa chiqsa bo'ladi. Bir o'zingiz ko'rsatib qo'ysangiz ham darvozamiz ham chiroyli, enerjiyakali variantda. Gap yo'q. Mana. Xudo xolasa sifati yaxshi, qo'ldan kelgancha sabablarni qilib, yaxshisidan qilib beramiz. Bemalol aloqa chiqsa bo'ladi. Narxlari ham qimmat emas. Nechi lista? 1-2 lista bo'ladi. 1-2 bir qavat ha bu? Bir qavat. Bu pechat shtampovniy darvozalarimizdan bo'ladi. Narxini qancha qilib beramiz buni? Bu narxini 600 ming so'mdan vodiy bo'ylab bemalol aloqa chiqadi. Do'stlar, mana 600 ming so'mdan hurmatli akalar, qayerda ko'rgansizlar bunaqa arzon narx-navoda 1-2lik 600 ming so'm akalar bir qavatlar olamiz. Gap yo'q. Aksiya bu ham, ha? Bu ham aksiyada bo'ladi. Aksiyada. Razmerlari tushib qolsa, razmerni ham aytib o'tib ketamiz. Hop, ina 3,5 bo'ladi. Bo'yi 3,20. Bemalol aloqa chiqsa bo'ladi. Gapi 3,5 3,20. Ishlab. Keyingisi endi Dubai Foson bo'ladi. Hozirgi kunda hammaga yoqib kelayotgan O'zbekiston xalqiga tavsiya berayotgan variantlarimiz bor. Hop. Enerjiyakali varianti bo'ladi hamda ikkita rangga kollaboratsiya qilib ishlatilgan. Xudo xolasa, bu ham chiroyli bo'ladi. Tepasi lazerli emas, yopiq varianti bunisi. Dubai Foson. Mana akalar. Qo'ysangiz ham bo'ladi. Nechilik buni lista? Buning listi hozirgi kunda 1-2, 1-3 ga ham qilib beryapmiz. Zakasning variantlarimizni 1-3 lista qilib beramiz. Gap yo'q, zamoylari ham mana akalar, baquvvatdan akalar, ha? Baquvvat zamoylardan qo'yilgan. Bag'larga ham enerjiyaka ishlatganmiz. O'ziga ko'rk berib turadi, chiroyli. Nechiga nechi bu? Hop, buni razmerini aytib o'tadigan bo'lsa, iniga 3,40 bo'ladi, bo'yiga 3,60. Oldingi videoda ham aytib o'tganda, hali ham turibdi. Gap yo'q. Bundan ko'p zakaslar oldi, xudo xolasa, razmerlarga tushmasa, razmerga yasab beramiz. Endi razmer tushib qolsa, avvalo olib borib qo'yib beramiz deyapsiz, to'g'rimi? Qo'yib beramiz, xudo xolasa. Mana shu kelishilgan summani ichida bo'ladimi? Hamma ustanovka dastavkalari? Hozir kvadratni buni 600 ming so'mdan-da, buni 650 ming so'mdan masalan. Hop, shu narx ichida ustanovka, dastavka hamma narsasi ichida bo'ladi. 12 ta viloyatga. 12 ta viloyatga 650 mingdan. 650 ming so'm ichida do'stlar, ustanovka, dastavka hamma yo'q ichida bo'lyapti. Uylarga borgandan keyin abetga pul ber, yo'lkiraga pul ber degan narsa bo'lmaydi, to'g'rimi? Shu narx ichida hammasi. Bitta kerakli bo'ladigan narsa odam to'p turishsa, xudo xolasa, ko'tarishgani, hamma qo'shib qo'ygani bizga odam kerak xolos, boshqa hech nima kerak emas. Gap yo'q. Qarang mana. Oybek aka mana Vodiydanmi, Vohadanmi, Toshkentdanmi yurtdoshlar chiqdi mana Alius kanalidan. Oldindan zalog bormi, yo'qmi? Hop, zakasga bo'ladigan bo'lsa, zakalat olamiz. Hop. Ya'ni 3 dan biri yo bo'lmasa darvozaning narxiga qarab, yarmini shunaqa o'layotganmiz hozirgi kunda. Hop, kelishilgan holatda, qani kelishib olamiz, xudo xolasa. Qolgan summasi uyga borgandan keyin to'lab qilinadi. Ha, yo'q, darvozani ustanovkaga olib boramiz. O'shanda darvozamizni ko'rib, tekshirib olib, ag'ini beraverishadi, xudo xolasa. Kartingizni klik orqali yoki bankdan to'lov qilib bersa ham bo'ladi, to'g'rimi? Bo'laveradi. Gap yo'q. Qancha qilib berasiz? 650 ming, ha? Buni 1 kvadratini 650 ming so'mdan qilib beraman. Razmeri eni hop 3,40 bo'ladi, bo'yi 3,60. Hop, kimga kerak bo'lsa bemalol aloqa chiqaverishadi. Endi buni zakasni ishni ham aytib o'tadigan bo'lsa, ko'p klientlarimiz so'rashadi. O'zi buni tegi shvellarda yoni profilda bo'ladigan bo'lsa, hop buni zakasni ishi ikki yoni ham, tegi ham shvellarda bo'ladi. Ana. 1-3 lista bo'ladi, baquvvatidan bo'ladi. Keyin enerjiyakalarni ham biz 08 dan ishlatamiz. Unaqaligini vanda berib yuboradigan bo'lsa, yaqindan qaraganingizda
ag'i kirib ketgan, bag'i chiqib ketgan bo'lmaydi. Akalar, sifatga qarab qo'yasizlar. Sifat bor, arzon bo'lishiga qaramasdan sifat bor. Mana ko'rib boryapman. Mana yaqinda ham Andijon baliqchilarga zakazlar qo'yib berdingiz, to'g'rimi? Mana Instagramda o'zi ham videolarini qo'yib boradi. Ko'rib ancha xursand bo'laman, do'stlar. Mana shunaqa sifatli, arzon, narx-navo darvozalar bor joylar ham bor-da. Mana ulardan bittasi mana Oybek akam bo'ladi. Gap yo'q. Keyingisi. Hop, keyingisi bu bo'ladi. Mana bunday ko'rsatayaradi. Listli darvozamiz. Hop, taroq foson bo'lardi. Ya'ni manaqa taroqli varianti bo'lardi buni. Hop. O'zi buni yangilik qilib nerjavekali variantini ishlab chiqasiz bu. Skromniy bo'pti bu ham. Bu ham skromniy, o'ziga yarashadigan variant bo'ldi. Endi qalinroq bu. Bu qalinroq 1.8 litrda 2 qavat bo'ladi. Hop, bir qavatli variantlari ham bor. Shumkali varianti bu hozirgi kundagi. Talabchan bo'lib turgan O'zbekistonga yoqib kelayotgan skromniy variantdagi darvozamiz shu bo'lib turibdi hozirgi kunda. 2 yo'nidagi shveler bu darvozamizda 1.8 litrda 2 qavat bo'ladi. Ko'rib turishingiz mumkin. U zamonlari ham Zuber zamon. Mana darvozamiz original Zuber zamonlardan ekanda. Shunaqa ko'rib berib turgan nerjavekalar o'z darvozalarimiz ozgina changib ketgan, ahamiyat bermaysizlar. Xudo xolasa bitta yuvarilsa bu darvozalarni o'ta chiroyli bo'ladi. Bitta artilsa yana ham ochilib ketadi bu darvozalar, ha? Shunaqa. Tayyor. Bu ham sotuvda. Bu ham sotuvda bor. Xudo xolasa bemalol aloqa chiqsa bo'ladi. Lazerlarda kesilgan, yopiq ekan orqasi. Bunisi yopiq, xohlovchilar uchun ochiq ham qilib beraveramiz. Mana akalar, sifat. Baquvvatlar. Hop, buni ham zakazno ishlari bor, ya'ni 2 qavatli list, 2 li listdagilar variantlari bor. Xuddi shunaqalardan qilib bering deydigan klientlar uchun. Hop, bunaqalari 2 qavatlilari 1.400.000 so'mgacha bo'ladi. Hozir buni 1.250.000 so'mdan aksiya qo'yib yuborganmiz. Mana $100 ekanda, ha? Xuddi shunaqa. Avval $100. 1 kvadrat, 2 qavatligini, 1 qavatligini 1.150.000 so'mdan qilib beraman. Gap yo'q, davom etamiz, ha? Aloqa chiqaverishadi. Eli o'zdanman deysa, xudo xohlasa shuna. Gap yo'q akalar. Xo'p, davom etyapmiz. Bu ham Dubai fason bo'ladi. Bunisi tepasi lazerniy varianti hamda adnatoniy rangdaginisi bo'ladi. Endi xohlovchilar uchun skromniy bir xil rangda bo'lsin degan insonlar uchun shuni tavsiya beramiz. Mana darvozaning o'zini ham ko'rsatib qo'ysangiz. Dubai fason nerjavekalar ham qora ekan-a buni. Ha, bular ham qora nerjavekada o'sha aytib o'tganimdek 0.8 bo'ladi, eng qalini, bundan qalini bo'lmaydi. Gap yo'q, akalar. Mana ko'rlarchi. Yo'q, ruchkalari ham anchagina profillardan. Mana ham baqovdan qo'yganmiz. Buni ilisi 1.3 bo'ladi. Hop, tegishvellarda, yana profilda bo'ladi. Nechi bu? O, buni razmeri ina 3.5 bo'ladi, bu ham 3.5. Bu ham tayyor xolasi, uyda tushib qolsa. Tayyor razmerga tushib qolsa qo'yib beraveramiz. Tushmay qolsa razmerga yasab beraveramiz. Gap yo'q. Necha pul qilib beramiz endi razmerini? Xo'p, xuddi mana shu turishnimi? Yo'q, zakazga qanchadan qilib beramiz? Zakazga 750 ming so'mlik ishlarimiz bor. Ya'ni 2 yo'ni tegish shvellarda bo'ladi. 1.3 lista, bu ham o'zi 1.3 baquvvatidan bo'ladi. Xo'p, shu klientlarimizga ham o'sha eng qalini 1.3 ni tavsiya beramiz. Nimaga deysa, list qalin bo'lsa, hop, kraska ham yaxshi tushadi, hamma tomonlama yaxshi. Qulayliklar o'shanga yarasha bo'ladi. Aytadi-ku, hamma narsa o'zining puliga yarasha. Hozir mana ko'proq endi to'q svetlar ko'rsatyapsiz-da. To'q svetlar xohlaganlarga bir ochroq svetlardan ham bor, oqmi, qizilmi, bardoviymi, moloshniymi? Bor. Narx-navosi o'zgarmaydimi? Yo'q, aynan xuddi shu darvozadan bo'lsa narxi o'zgarmaydi. Agar boshqacha variantlar bo'lsa o'zgarishi mumkin. Gap yo'q. Endi bizga aloqa chiqsa katalogi bor. Qanaqa rang deysa, xuddi shunaqasidan tashab beramiz. Ko'ngildagidek yo'qadiganini xudo xolasa topib beramiz. Gap yo'q akalar. Bemalol aloqa chiqsa bo'ladi. Mana akalar, va nihoyat 2 qavatli shumkali variantlarimizga ham navbat keldi. Ko'pchilik so'radi bu darvozamizni, bu taroq oson bo'ladi. Bundan oldin nerjavekali variantni obzor qiluvdi. Ko'rgan klientlarim uchun bu taroqli varianti bo'ladi. Hozirgi kunda trendda bo'lib ketgan darvozalarimiz. Bundan oldin soqqali varianti bo'lganda, taroq fasona bu nomi, Bu nomi taroq oson bo'ladi. Chiroylida, skromniyda qaranglar. 2 qavat shumkasi ham bor, ha? Shumkasi ham bor. Mana akalar. To'g'ri. Uni urib tashaverasizlar, ovozi yo'q. O'zi ham chiqmaydi. Zuber zamonlarda. Hop, bu ham sifat qadrlovchi klientlarimiz uchun 2 yo'ni shvellarda, tegish shvellarda zakazno ishlarimizdan bo'ladi bu. Ya'ni zakazno ish deganda 2 list ishlaydi, 1.8 emas. Hop. Hop, 2 yo'ni tegish shvellarda bo'ladi, yaxshi zamonlarda, yaxshi kraskada, orqasi ham center zamonlarda bo'ladi. Ya'ni shpingel bo'lmaydi, bunaqa. Bitta center zamonda bundoq qilib ochasiz, bundoq yopasiz. Yosh bola ham o'ch yopaveradi hamda buni shannerlari ham oddiy shanner bo'lmaydi. 5 ta shanner qo'ygandan ko'ra biz bu darvozalar uchun 2 ta shanner qo'yamiz, ya'ni pachinli shanner qo'yamiz. Shu sababdan o'chilib yopish yengil bo'ladi. Instagram kanalingizga ham qo'yganda bitta mana shunaqa darvozadan. Yo'q. Yosh bola o'ch yopgan. Ko'rgan bo'lsangiz, xuddi shunaqa bo'ladi bu ham. Gap yo'q.
Do'stlar, mana ko'rlarchi, mana aytyapman, akam O'zbekiston bo'ylab qo'yib beryapti. Mana yaqinda Andijonga ham qo'yib berdi, yurtdoshimizga. Duolarni berib, ha? Xudo xohlasa, Duolarni duo berib, qildilar. xizmatini qilib berdi. Naq klientlar ko'pini duo qilib yurishadi. Hop, tepasidagi lazerni ham ko'rsatib qo'ysangiz, bunisi boshqacha bo'ladi. Neobechnisidan qilganmiz. Aha. Hop, boshqachasidan xohlovchi klientlar-chi, endi kimga, qanaqa tanlovga qarab qilib beraveramiz. Gap yo'q. Nechigacha edi bu tayyor? Tayyor razmerda, hop, ina 380 bo'ladi, bo'yi 370. Tushib qolsa qo'yib beraveramiz, tushmay qolsa yozib ham beraveramiz. Narxi hop, Arzonroq bering endi, qani? asli Zakazga. birinchi aytib o'tganimdek 1 million 400 minglik ish bu. Hop. Eli uzdanman degan bitta klient uchun 1 million 300 ming so'm. 1 million 300 ming so'mdan. Bitta klient uchun xuddi shu Ketdi. materialda avtomobilning kraska bo'ladi. Ulgib qolganga bittasiga 1 million 300 mingdan. 1 million 300 ming so'm. Qolganlarga 1 million 400 mingdan. Qolganlarga 1 million 400 mingdan. Ulgurib bo'lishsa, hop 1 million 300 mingdan. Buni 1 million 250 mingdan ham chiqarsa bo'ladi, ammo bu o'zgina qarorroq hamda zakasning varianti. Endi aytasiz-ku, hamma narxi o'zini nasli emaydi, hamma narsa o'zini narxiga yarasha. Hop, sifat qadrlovchi klientlar uchun shuni tavsiya beramiz. O'tgan safar ham aytgandingiz, cho'ntagidagi pulga qarab qilib beramiz xohlagan fasonni, faqat qalinligi sal pastroq bo'ladi, ya'ni to'g'ri, yupqaroq bo'ladi. Tushunarli. Davom etamizmi? Davom etamiz. Bir chiroyli istan ekan, Oybek aka. Bunisi yangilik bo'ladi. Yangilik. Yangilik xohlagan klientlarimiz uchun Aha. aloqa chiqsa bo'ladi. Hop, bu 3D fason bo'ladi, 2 qavatli. Ko'rishingiz mumkin buni dilalariga. Chiroyli Yaqindan ekan. ko'rsatsangiz. Yaqin obor ko'rsatib qo'ying mana akalar. Buni 2 ga 1, 1.5 ga 1.5 profillarda svorka qilinmaydi. Aha. Ustanovda aynan shu darvoza uchun egdirib chiqiladi shunaqa qilib. Nimaga bunaqa qilinadi? Sabab, bitta sabab bor. Hop, shpekalovka kam ishlasa, klientlarimizga ertaga zang o'qimasa, bizga buning orqasidan zakaz kelsa, xursand bo'lamiz. Shu sababdan stanovda iminiy shu darvoza uchun egdirib chiqilgan. Gap yo'q, zo'r. Ko'rishingiz mumkin, Mana pastda ham akalar. suv ushamaydi. Nima o'zi bu fason nomi? 3D bo'ladi bu fason nomi. Umuman suv turmaydi ekan darvozada. Xuddi shunaqa. Yomg'ir urib yoqsa ham bo'lar ekan, bunga qor urib yoqsa ham umuman o'zida suv olib qolmaydi ekan akalar. Mana 3D Bitta. fason. Xuddi shunaqa. Tepasini ham chiroyli kesiblar lazerda. Lazer ham high-tech bo'ladi. Aha. O'ziga mos. Hop, bu darvozaga yomg'ir tushgandan keyin ham, suv tushgandan keyin ham o'zi ham ko'rishingiz mumkin, silliq. Bir qator bitta devorlatida artib qo'yishsa, darvoza xuddi shunaqa chiroyli bo'lib turaveradi. Gap yo'q. Yuz zo'r. Mana ruchkalariga ham lekin gap yo'q. Mana bu tomonda do'stlar, nirjavik ham endi bu. Bu ham chiroy ochyapti, qarang. Endi bir yangilik qildi. Hamma temirdan qilaveradi. Biz nirjavikadan qilaylik, xuddi. Gap yo'q. Nirjavika ko'rishingiz mumkin. 2 qavatmi hozir bu? Bu darvozamiz 2 qavat, Shumkasi ham bormi? shumkasi ham bor. Gap yo'q akalar mana. Ovoz yo'q. Zamoylar original. Zuber zamon. Zuber zamok do'stlar, 3D fason. Mana qaranglar, chiroyligini. O'zimga ham yoqdi, ancha skromniy fason ekan. Nech pul qilib beramiz endi Bu buni usta? darvozamiz hop, bu darvozamiz hozirgi kunda 1 million 500 ming so'm bo'libdi, 1 Hop. kvadrat metr. Hop. Sizda aloqa chiqsa 1 million 300 mingdan 1 million 600 ming so'mgacha aloqa chiqsa, chiroyli narxlarda ishlaymiz. 1 million 300 ming so'mdan qilib beramiz. Kimga yoqqan bo'lsa aloqa chiqsa bo'ladi. Agar yoqmagan bo'lsa, yo qanaqadir darvoza kerak bo'lsa, yo bo'lmasa qanaqadir darvoza yoqib turib, kimdirga qildira olmay yurgan bo'lsangiz, bemalol o'zimizga aloqa chiqsangiz bo'ladi. Butun O'zbekiston bo'ylab, ya'ni SNG bo'ylab ham ishingizni bitirib beraveramiz. Rasm bo'lsa, videosi bo'lsa, yasab beraveramiz, любой. Ana do'stlar. Eshityapsizlar-a? 12 ta viloyatga do'stlar xizmat qilib beramiz. Mana shu telefoningizda qayerda ko'rib qoldingiz o'zingizga yoqqan darvozani? Mahallangizda ko'rib qoldingizmi yo bir qo'shni bir viloyatlarda ko'rib qoldingizmi, aka? Yo, internetda Internetda ko'rib qolganmisiz? Rasmini tashing mana Oybekimiz sirazi o'ziga birga bir qilib yasab beradi akalar mana. Ha, usta. Hozirgi kunda 500 xil, 600 xil darvoza bo'lsa ham hammasidan yasaganmiz. Hammasidan Yasamay qolib ketganimiz qolmagan. Qolib ketgan bo'lsa ham, o'zimiz uchun bo'lsa ham bir marta yasab qo'yamiz. Ha, gap yo'q, joni sog' Xudo bo'lsin. xolasa, liboyini yasaveramiz. Necha endi usta bu tayyor? Bu darvozamiz hozir nalichida bor. Razmeri 370 ini bo'ladi, bu ham 370. Aloqa chiqsa bo'ladi. Alohida kaltkali variant. Gap yo'q. Keyingisi. Keyingisi hop, hammaga yoqib kelayotgan iPhone fason. Aha. Buni obzor qilmadik, oldingi videoda ham adashmasam. Ko'rsatgani, yangilarga ham bir ko'rsatib qo'ying endi buni ham. Bo'ldi, bo'lmasa yangilarga ko'rsatib qo'yamiz. Tepasidagi ko'rishingiz mumkin. Lazer ham yangisidan bo'ladi. Hop, hozirgi kunda lazer ham aslida olganda bunaqasi bo'lmasdi. Biz iminiy klientlar uchun chiroyli chiqish uchun xuddi shunaqa qilib o'ydirib chiqdi. Ko'rishingiz mumkin. Bu darvozamiz ham nirjavekali variantda bo'ladi. Nirjavekalar ham o'sha aytib o'tganimdek 0.8 eng qalini bo'ladi. Ana, gap Xudo yo'q. xolasi sifat qadrlovchilar uchun buni ham
zakasni ishini klientlarga tavsiya beramiz. Ya'ni 750 ming so'm Eliuz obunachilar uchun 12 ta viloyatga bepul dostavka. Zo'r. 750 ming so'mdan qo'yib olamiz. 750 ming so'mdan o'sha eng fulli bo'ladi, garantiya beradigan ishimiz bo'ladi. Ya'ni ikki yo'ni o'nli shivellarda, biri uchlisda, o'sha hamma tomonlama qalin, zamonlari yaxshi zamon, center zamonlarda hamma qulayligi bor, hammaga tavsiya beritgan, xudo xolasa xizmatni qilib beritgan variantini tavsiya beramiz sizlarga obunachilarga. Gap akalar, bosaverasizlar. Keyingisi. Davom etyapmiz endi usta. Endi bu ham kattaroq razmerda, kattaroq razmer xohlagan klientlarimiz uchun buni ham ko'rsatmasa bo'lmaydi. Hop, bu darvozamiz ham o'sha zakasni ishlarimizdan bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Hop, brusda bo'ladi bu. Baquvvatidan. Xudo xolasa hamma klientlarimizga buni ham tavsiya beraveramiz. 12 ta viloyat bo'ylab ham dostavkasi bor. Biri uchlisda. Hop, bir eng parashlisimiz, bir ishlatamiz biz. Nimaga desangiz, bir ishlatishimiz bitta sababi risk qalin bo'lsa, kraskalari ancha xizmat qiladi. Shu sababdan riskni qalin ishlatamiz. Gap yo'q. Hozir bu 1-1mi shunda? Yo'q, 1-3 bo'ladi bu. Eng parashi bir ishlatamiz. Zakasga beruvchi klientlar. Do'stlar, 1-3lisi. Endi sizlarga maslahat bermaymiz, hurmatli vatandoshlar. O'ta parashga qo'ydirgandan ko'ra sal ustiga jip puldan qochmasdan, Oybek aka. Xuddi haligi nima deydi? Darvozamiz 1 yil masalan kimdirdan 09 yo 08 olishlari mumkin. Uzog'i 1 yil xizmat qilib to'kilib tushgandan ko'ra 500 ming 600 ming qimmatroqga qildirishsa, biridan 1-2lisidan qildirishsa, darvoza yaxshi xizmat qilib beradi, kraskalari ancha turib beradi, o'qib ketmaydi, shilinib tushmaydi. O'zi temirda bular do'stlar. Urib sindirib yormasangiz, tosh bilan urib teshib yormasangiz, o't qo'yib yormasangiz ustiga xizmat qilaydi. Benzin sepib bular do'stlar butun umr xizmat qiladigan bir buyum. To'g'rimi? Yaxshi qaralsa bo'ldi. Shtampovka oladigan klientlarimiz shu shtampovkani tavsiya beramiz. Biridan tepasini. Ana. Narxi buni. Buning narxi O'zbekiston bo'ylab 650 ming so'mdan qo'yib beraman. Zakasni 750 ming so'm. Do'stlar mana 650 ming so'mdan boshlanyapti, 750 ming so'mgacha. Aloqa chiqaverasiz, lekin chiroyli ekan fason. Buni sveti ham chiroyli ekan, ha? Sveti ham chiroyli. Sveti ham chiroyli ekan. Xuddi shunaqa razmerda kimdirga tushib qolsa, bemalol O'zbekiston bo'ylab qo'yib beramiz. Nechiga nechi? Buni razmeri iniga 360 bo'ladi, bo'yiga ham 360. Aloqachi qayerishadi. Tushmay qolsa, zakasga ham tayyorlab beraveramiz. Hop, 3 ga 3 mi, 280 ga 280 mi, 4 ga 4 mi, 5 ga 5 mi qilib beraveramiz. Farqi yo'q. Hop, ko'p klientlarimiz so'rashadi, 750 minglik variantini maqtab berasiz, zakasni ishlaysiz. Nimaga videoda ko'rsatmaysiz deyshadi. Bozorda raqobat degan narsa bo'ladi. Ya'ni bozorga qulayroq variantni, sifatli mahsulot olib chiqishga harakat qilamiz. Shu sababdan 750 minglik variantimiz bozorda ozgina ko'tarmagan uchun olib chiqmasdi u. Ikkitasini olib chiqib qo'yganmiz, o'zi ikkitasini obzor qilamiz. Klientlarga shuni ham tavsiya beramiz. Biri 3 listda, 2 yo'ni tegi shvellarda bo'ladi. Darvozani yaxshilab ko'rsatib qo'ysangizlar, sifatlarga ham, xudo xolasa yaxshisidan javob beradigan variantimiz. Do'stlar, ko'ringlarchi. Garantiyali darvoza desa, shuni ko'rsatsangiz ham bo'laveradi. 750 ming so'mlik fasonimiz olmaydi buni? Buniki iPhone bo'ladi. iPhone fason. Bundan oldin ko'rsatganimiz nerjivekali variant edi. Bu nerjivekasiz skromniroq variant. Gap yo'q. Bu ham ancha chiroyli, xushbichim ekanda, ha? Xuddi shunaqasidan, baquvvatidan. Shu aytib o'tganimdek yana bir marta aytib o'taman. 08 eng qalin ishlatamiz nerjivekani, vanda tushmasligi uchun. Gap yo'q. Aloqa chiqaverasizlar. Tayyor, ha? Tayyor razmeri bor. Nechiga nechi? Bo'lsa 3.5 ga 3.5 bo'ladi razmeri. Aha. Tushib qoladigan klientlarimiz uchun xuddi shuni qo'yib beramiz. Agar qanaqadir joyi yoqmay qolgan bo'lsa ham, yo razmeri sal kichikroq yo kattaroq bo'lsa ham, razmerga yasab ham beraveramiz. Gap yo'q. Keyingisi. Keyingisi mana bu bo'ladi. Hop, radiator fason. Hozirgi kunda trendga chiqqan fason. Hop, qovurg'ali bo'ladi. Biri 3 lis bo'lishiga qaramasdan, qovurg'ali bo'lgani uchun bu darvozamiz 1.5 kashtasini beraveradi. Ana. Xudo xolasa hozir Farg'ona, Andijon, Toshkentlarga hozirgi kunda talabchan bo'lib ketgan variantimiz shu bo'ladi. Hammaga yoqib keladi, klientlarimizga ham tavsiya beramiz. 750 minglik ishimiz bu bo'ladi. Hop, 600 ming so'mdan 750 ming so'mgacha qilib beraman xudo. 550 ming so'mligi shu. 550 mingdan mayli. O'zi asli 600 ming so'mdan qilib bermoqchi edim. Sizning obunachilaringiz uchun Eliuzdan ko'rdim 650 ming degan ekansiz deysiz. Hop. Hop, o'sha 550 ming degan ekansiz deysiz. 550 ming so'mdan 750 ming so'mgacha. 1 kvadrat. Gap yo'q akalar, aloqa chiqaverasizlar. Materialga qarab narx o'zgaraveradi. Ana akalar, ruchkalari ham mana shunaqangi, mana original. Mana bu yoq tomon ruchkalari ham anchagina baquvvat qilib ishlatilgan. Tegayoni shvellar bo'ladi. Hurmatli obunachilar, mana uzoqdan, yaqindan qilib ko'rsatdim. Bemalol raqamlar pastda, usta. Xuddi shunaqa. Agar yoqqan bo'lsa, bemalol aloqa chiqsa bo'ladi. Asosan biz qulay variantlarni obzor qildik. Bizda premium darvozalar ham bor, bemalol aloqa chiqsa bo'ladi.
listli darvozalarimiz, yo bo'lmasa premium darvozalar kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqsani, katalogini tashib beramiz, videolari bor, videolarni tashib beramiz. Yo'qsa, narxini kelishsa, xudo xolasa, chiroylab ishlarni bitkazib beramiz. Gap yo'q. Oybekka kattakon rahmat ma'lumotlar uchun. Akalar raqamlar pastda aloqaga chiqaverasizlar. Akamni shaxsan o'zini ikkita nomerini qo'yib qo'yganman. Qanaqa savollar bo'lsa, mana videoda aytib o'tilmagan ma'lumotlar bo'lsa, telefon qilsanglar, yana ham to'liq ma'lumot beramiz. To'g'rimi? To'g'ri. Like bosib, do'stlarga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin. Ikkila podleshka qilib tursa, xudo xolasa, hop shu darvozalarni sizdan endi aloqa chiqib, hop 10 ta chitgan klientlar uchun aksiya qilib yuboramiz. Orqasidan 5 ta zakaz olib kelib berishsa, menga bittadan kachinglar bonus. Gap yo'q, bosinglar.